Yo, what's up, muggers? Xullas bugun upper eyelid exposure'ni kamaytirishda, ya'ni shunday bo'lib ketgan ko'zni qanday qilib, xuddi shunaqa qilib tushirishni o'rgataman. Eyelid exposure men bu videoni tezroq chiqarishga harakatini qildim. Shuning uchun editlariga qaramaysizlar, hech qanaqa referenslar yoki boshqa rasm-pasmlar qilmayman. Tezda chiqarishga harakat qilyapman. Xo'p, eyelid exposure birinchidan nimaga kelib chiqadi? Bu malnourishmentdan, tanaga o'sha yetarli vitamin, minerallar bermasligingizdan, doim o'sha uyquni, dietani yaxshi qilmaganingizdan suyaklar kichrayadi. Suyaklarga keyin stress yo'q, ya'ni mewing qilinmaydi, tana bilan til bilan tanada kontakt bo'lmaydi va og'iz bilan nafas olinadi. Shunga suyakda ham unga nutrition yo'q unga stress yo'q, stimul qilgani uni rivojlanish uchun. Xuddi shulardan kelib chiqadi. Keyin bilsangiz, odamlar jag'lari, yuzlari mana maksilla taraf uzun bo'ladi, jag'lar ichkariga kirgan, boshlari orqaga, mana ular keyin tepaga tortilib ketgan, peshonalari, tirishlari bor. Xuddi shundan bo'ladi, malnourishmentdan. Endi aytaylik, siz yaxshisiz, sizda uyqu joyida, dieta zo'r, hammasini joy-joyiga qo'yasiz, lekin hali ham upper eyelid exposure bor. Bunda bizda frontalis occipitalis degan muskul bor. Shu peshonamizdan to mana shu occipital suyakgacha botib kirgan muskul. Bu shu qoshimizni ko'tarishimiz, mimik qilganimizda peshonamiz bilan shunda ishlaydi doim. Endi buni qanaqa qilib exerciselari bor, qanaqa qilib buni maksimal tushirish. Bugungi videoda shuni hammasini o'rganamiz. Xo'p, bizda suyak bor, hammasi joyida, lekin upper eyelid exposure bor. Bunda shu muskulni ishlatishda to'xtatamiz. Ya'ni gapirib turganimizda umuman mimika qilmaymiz. Mani gapirishimga e'tibor bersangiz, umuman peshonamni muskulini umuman ishlatmadim. Endi buni ishlatmaysizda, endi exerciselarga o'tamiz. Exerciselar bu massaj. Shu muskulni maksimal pastga tushirib massaj qilasiz, pastga tortasiz. Qattiq qilvormang, chunki qattiq qilvorsangiz mana bu joyda tirish kelib chiqadi. Sizga o'sha tirish bo'lish yaxshi emas. Shunaqa qilib, mana tepadan qilasizmi, buni bunaqa qilib massaj qilib tushirasizmi? Xuddi shunga o'xshagan. Mana ko'rsangiz, tepadan olib tushyapman. Xuddi shunaqa. Juda qattiq qilvormang, chunki qattiq qilsangiz teriga zarar berib qo'yishi mumkin. Upper eyelid exposure keyin boshqa muskullar ham bor, ya'ni orbicularis oculi muskulini shug'ullantirish, ya'ni bu ko'zni qisish, tepaga qarab buni qisish, qattiq yumish, shundan iborat. Buni tortib tepaga qisasiz. Upper eyelid exposure. Bu orbicularis oculiga muskulga strength bo'ladi, o'sha muskul massasida o'sadi. Ya'ni support past tarafiga ham, tepa tarafiga ham bo'ladida, bu yer ishadi, bu yer tushadi. Shuning hisobiga upper eyelid exposure yo'qoladi. Keyin bone massga qaranglar. Bone massda shu bone massni iloji boricha ko'proq qilishga harakat qilinglar. Buning uchun xom sut, xom go'sht, xom primal dietga o'tinglar. Doimo emas, sutni maslahat beraman. Xom sut, xom tuxum yeyishni. Lekin xom go'shtga kelganida har kuni 200 grammdan kechasiga yoki obedga yeyinglar, o'sha sharoitlaringga qarab. Chunki xom narsada yeganda nimaga bizga foyda? Xom narsada bakteriya ko'p bo'ladi. Ya'ni oshqozonimizda, o'sha ichaklarda har xil bakteriyalar bor, yomon, yaxshi bakteriyalar bor. Probiotic and qaysi edi? Prebiotic. Xo'p, pro bizga ikkovini bilmaymiz. Misol uchun yaxshisi yomoni ishlashi mumkin, yomoni yaxshisiga ishlashi mumkin. Shuning uchun ikkovini ham mix qilishimiz shart. Endi xom narsada nimaga men xom narsani tavsiya qilaman? Chunki xom narsa hazm qilish oson. To'g'ri, parazit bor, boshqa bor deydi. Parazitni ham ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni go'sht ichida bunday g'alati oppoq narsa turadi. Go'shtni o'sha ishonchli butcherga borib kestirib ko'rasiz. Ichini qaraysiz, yaxshi ko'z bilan ko'rsa bo'ladi. Uni parazitdan umuman
o'ylamang parazitni. O'zim Primal Diet'da 3 yildan beri ovqatlanaman. Hech qanaqa parazitdan bir yomon narsa chiqmaydi. Har 2 oyda analiz topshirib turaman. Shu average odamdan ham kamroq parazit chiqadi menda. Bor hammada parazit, lekin unaqa yuqmaydi. Keyin ovqatingiz qo'g'irganingizdan keyin enzimlar. Bu enzimlar shu taningizni ovqatlari parchalashga, yo'qotishga yordam beradi. Siz qo'g'irganingizda unda vitamin, minerallari yarmidan ko'pi yo'q bo'lib ketadi. Misol uchun oddiy xom jigarni olaylik. 721% A vitamini bor. Uni qo'g'irganingizdan keyin 320, 367 foizda bo'lib qoladi. Xom sut ichib, dietani to'g'rilab, uyquni yaxshilab qilsanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Shu Luxmaxing o'zi tanangizga yaxshilab chiroyli qilib qarash. Luxmaxing hech ham bir chiroyi o'zini emas. Pulni sog'lomlikda oshirish. Qancha sog'lom bo'lsangiz, shuncha chiroyli bo'lasiz. Bugungi video shundan iborat edi. Keyingi safar under eye bags, ya'ni pastki taraf oqarib, ko'zi tayi ko'karib, qorayib ketishini oldini olishda video qilaman. Stay tuned guys.